doktor oz 1 minut. Muxlislarga bitta Ariston haqida ma'lumot kelib qoldi. Aristonning ichiga nakib qayerdan yig'iladi degan savollar bo'ladi. Aristonning ichiga buncha nakib qayerdan keladi degan savollarga Aristonimizning ichida xuddi shunaqa ten bo'ladi. Keyin ten qizigandan keyin yonidan mana shunaqa pufakchalar chiqishni boshlaydi. Pufakchalarning ichida esa suvning tarkibidagi moddalar reaksiyaga kirishadi va xuddi shunday nakibga aylanadi. Magniy anod mana yonida turgan magniy anod o'sha hosil bo'layotgan nakib o'sha magniy anod bilan reaksiyaga kirishadi. O'shaning uchun magniy anod qo'yiladi. 2 yillarda o'sha magniy anodni yemirib nakiblar reaksiyaga kirishib 2 yilda yemirib tugatadi. Magniy anodni yemirib tugatgandan keyin Aristonning devorlarini yemirishni boshlaydi. Tenni yemirishni boshlaydi. O'shaning uchun har 2 yilda tozalatib turing deyiladi. Portlab ketadi degan narsa o'sha devorlarni yemirgandan keyin, tenni yemirgandan keyin to'kirish hosil bo'ladi. Aristonning devorlari yemirilgandan keyin esa ichkaridagi katta bosimga javob bera olmay qolishi mumkin. Iloyim hech kimda Aristonni portlamasin. Vaqtida tozalatishda nima foydasi bor deganlarga ozgina javob bo'ldi. Videoga like bosib, imkon qadar Aristoni bor yaqinlaringga jo'natib qo'yasizlar. Bo'ldi, doktor endi bemalol boshlayvering. Lechinaga keluvdik, like bosib qo'yasizlar.